Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Xudo xolasa navbatdagi tunikafon xizmatimizni Namangan viloyati Norin tumani Hajimtol qishlog'ida xudo xolasa o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Go'zal holatda yakuniga yetkazib bermoqdamiz. Yakuniga yetkazib berdik to'g'ri. Xo'p, xonadonimizni ichkari shapkalarimizni tunikafonlarini qilganmiz. Mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Shaxmatlik fasonda navolari bilan. Hamda mana bu darvozaxonalarimizni xudo xolasa tunikafonlarini qilganmiz. Xonadonimizga 21 million so'm summa ketdi. Xudo xolasa mana darvozaxonalarimizni ham ko'rishingiz mumkin. O'ta ham go'zal holatda chiqqan. Xo'p, kimga mana shunaqa tunikafon xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Xo'p, 1 kvadrat tunikamizni asosiy materiallarimizga 0,4 qalinlikdan foydalanganmiz. 140 ming so'mdan qilib berganmiz, akalar. Xo'p, mana turbalar tushirib berganmiz, metri 50 ming so'mda. Tarnog'i o'zi bor edi ekan. Xudo xolasa o'ta ham go'zal chiqqan xonadonimiz.